alaykum. Hurmatli baland qadrdonlar, ot ishqibozlar, hormanglar, charchamayapsizlar? Shu otimiz sotuvga chiqdi. Yoshlari 6 yosh. Bo'ylari taxminan 1.65 plus. To'rmuchasi sog'lom, yebichlari zo'r, yuvoshliklari. Quyrug'i mana tepada. Orqalari yapaloq bir yo'g'on narsa so'raganlarga kelajagi porloq narsa, xudo xolisa. To'rmuchasi sog'lom. Odamga yebichlari yuvosh ekan. Ishi bir defektlari yo'q ekan. 5 qashqa so'ragan akalarga. Qora 5 qashqa. Buni xudo xolisa hozir bosgan bosuvlarini ko'rib beramiz, ko'rsatib beramiz. Yedi, ichishda yuvoshliklari yosh u qariga bir xilda ekan. Bosgan bosuvlarni hozir ko'rsatamiz. Chotlari ayra zo'r ekan. Oyoq qo'llari juda yengil. Bosgan bosuvlar. Jonivor juda yuvosh narsa ekan. Qolgan ma'lumotni ekranga nomer qo'yib ketamiz. Ishqibozda olish maqsadida bo'lganlar bemalol telefon qilaverasizlar. Juda limuzin uzun ot ekan.